Tövende uzaktan kelgen bizim Kışkadem ustazımız Riza Semedi hakimimizin söz teklif kılın. Merhamet. Assalamu alaikum, kadirlik vatandaşlar. Assalamu alaikum, bizning rahbarimiz. Ben bulardan bir alayta salamni bizemdilla emas, bütün bu Qozog'istonda yaşayotgan Uyg'urlardan sizlarga shu salom tavsiya qilaman. Bugun Dünya Uyg'ur qurultayiniki daimiy komitetiniki navbatdagi yig'ini ichilyotdi. Men bu yig'indan cho'ng ümidim var. Nayt cho'ng ümidim var. Nimishga degan vaqtida hozirgi bizning vaziyat, hozirgi vatanimizda bo'layotgan ishlar, undan tashqari bizning chet ellarda turayotgan Uyg'ur harqiy tashkilotlar, Uyg'urlar ommasi orasida bo'layotgan ba'zi bir fikr, ba'zi bir talablar kuchlanayotgan bir sharoitda men shuni tushunaman, qiyin narsadan har birimizning xabari bor. İçilyapti. Shuning uchun men o'ylayman, hammanglar bir yoqidan bosh chiqarib, hammanglar o'zlaring fikr, talab, bundan keyin qiladigan ishlar to'g'riliq o'zlaring nihoyatda yaxshi fikringlarni o'tirib qo'ysizlar deb o'ylayman. Yuqorida erken bir temsilni keltirib ketdi. İştahı çevirdi, karvan ketiverdi. Bu temsil halkımızdan ait çoğunkur manalı ege temsili zamanı sizler. Hakikaten bizden atıboğullarımız uzun yıllardan beri şu vatanındaki halkının azatları, erkek azatları için kürüşüp gelgen. Ularını şu çoğun bir karavan mangan bulsa, İslam'ın ruhun kalab. Lekin ularınki ularning irodasidan qaytaramagan, ularning kurash yo'lini to'samagan. Endi biz mana Rabiya xonim rahbarligida shu ota-bobolarimizning kurash yo'lini davomlashtirib kelyapmiz. Bu yo'lda albatta hozirgi Xitoy butun o'zining kuch rayatini chiqaryapti, nimishga degan vaqtida shu Uyg'urlarning shu harakatini besish, yo'q chiqarish, xohlagancha o'zimizning xalqining ustidan hukmronligini texnik yurgizish uchun. Bunun nurg'un odamlari bog'lanib, bizning Qozog'istonda hozir ko'paydi. Shularningki siyosatini qo'llaydigan yoki shularning ko'rsatgan yo'lda menayotgan bizning shu qurultayimizning imkoniyati bor yo'qotishga, shuni beshit qilishga, majalaki tashkilotlarni buzishga, uning rahbarlarini jitim qaldırış, ular her xil töhmetlarni atish, mashina masalalar bo'lyapti. Yo'q emas, buni yo'shamaymiz, hamma narsani o'zini harda turib o'tirib qo'yish kerak. Shuning uchun mening tilaydiganim, aziz qarindoshlar, biz shu Uyg'ur qurultayi atrofida mustahkam birlashib, shu qurultayning texnik faoliyatini kuchlantirish, uni hozir amalga oshirayotgan nihoyat ko'p yaxshi ishlar bor, butun dunyo tanıvatıdı, Uyghur meselesi yukarı sahneye çıkıvatıdı. Bunu biz texnik taraf kıldırış için özümüzden varlık güçüne şuna selişimiz gerek. Benim tilaydıgım hemimizden birligi gerek. Uyghur degen özü uyuşkan degen bir gap bu ne onlar birisiyle. Şunun için biz Uyghurluğumuz ne? Kökteyli. Şu Uyghurluğumuz köküş arkalık biz halkımızga, vatanimizga tekişlik özümüzden hissini, şunun erk azatlığı için özümüzden güçünü sarf kılışımız gerek. Benim dayıdığım yaxshi o'tsin, natijalik bo'lsin. Bundan keyin hammamiz bir yo'ldoshday birlashib, shu qurultay atrofida Rabiya xonim rahbarligidagi haqiqatan aytdi, rais bir, uning atrofida ko'p atrofida. Shuning uchun hammamizning kuchi shu Rabiya xonimga qartilishi kerak. Shu orqali biz dunyoda o'zimizniki kutgan, o'zimizning olib qo'ygan vazifa, nishonlarimizni qutlug' amalga oshiramiz.